رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Payg'ambarlar qissalaridan mana bugun inshaalloh Nuh alayhisalomning qissasiga yetib kelgan bo'ldik. O'tgan safargi suhbatimizda biz Odam alayhisalomning mana yer yuzidagi hayoti, undan keyin Shis va Idris alayhisalomlarning hayoti bilan tanishib chiqqan bo'ldik. Idris alayhisalomning hayotiga bir murojaat qiladigan bo'lsak, shu narsani ko'rdikki, kullu nafsin za'iqatul maut dedi Alloh taolo, har bitta jon egasi albatta o'lim sharbatidan totguvchi deydi. Ya'ni u xoh payg'ambar bo'lsin, xoh oddiy inson bo'lsin, boy bo'lsin, kambag'al, yosh yoki qari bo'lsin, albatta o'lim sharbatidan totishligini mana Alloh taolo Qur'onda marhamat qilayotgan ekan. Hatto Idris alayhisalom mana shu o'limdan qochishligining sababi shu bo'ldiki, Idris alayhisalomning zamonida yashaydigan hamma odamlar topadigan savobni Alloh taolo Idris alayhisalomga har kuni yozishligini va'da qilganda uzoqroq umr ko'rishlik paydo bo'lib qoldi. Lekin Alloh taoloning taqdiri ekan, ana shu o'ziga muvakkal qilingan farishta bilan 4-osmonga ko'tarilganda, jon ana shu 4-osmonda olindi. Va rafa'nahu makanan aliyya dedi Alloh taolo. Bu yerda o'tirganlar 100 yil burun birortamiz yo'q edik yer yuzida. 100 yildan keyin birortamiz qolmaymiz. Lekin miyasi bo'lsinki, insoniyat ana shu o'lim degan Alloh taoloning bir belgilab qo'ygan taqdirni esdan chiqarib qo'yganda kimligini va dunyoga nima kelganligini esdan chiqarib qo'yar ekan. Alloh subhanahu va taolo dunyoga imtihonga kelganligimizni esdan chiqarmaydiganlar qatorida qilgan bo'lsin. Insonlar bir necha qismga bo'linar ekan. Insonlar bor ekan, dunyoda yashashlik mobaynida bizni jannatimizdan, do'zaximizdan mana shu dunyoda o'tar ekan. Ular kofirlar ekan. Insonlar bor ekan, bu dunyo oxirat diyorining ekinzori deb qarar ekan. Ya'ni mana shu ekinzordan o'zini dorul baqosiga abadiy bo'lgan maskaniga olib ketadigan amallar bilan ovora bo'lar ekan. Yahyo ibn Zakariyoning oldiga iblis kelar ekan. Hadislarda rivoyat qilinadi va Yahyo alayhisalom iblisdan so'raydi. Ey iblis, senlarning huzuringda biz insonlarni necha toifaga bo'lasizlar? Iblis alayhisalom aytadiki, sizlar insonlar toifasi, biz iblis bilan shaytonlarni huzurida 3ga bo'linamiz. Bir toifasi shunday insonlarki, insonlarni xuddi sizlarning yosh bolalaringlarning qo'lidagi to'p singari ular bizning qo'limizda. Xohlagan ishimizni qildiramiz ularga. Ulardan ko'nglimiz to'q. Ikkinchi toifasi sizlarga o'xshagan payg'ambarlar, ular ma'sum. Alloh taolo ularni bizdan saqlab qo'ygan, ularda hech qanday bir ulushimiz yo'q. Uchinchi toifasi, bu eng og'iri, bu shunday insonlarki, biz ularni u yog'idan o'tib, bu yog'idan o'tib gunohga chaqiramiz, gunoh qildiramiz, hojatimizni qazo qiling deb xursand bo'lib turgan paytda Alloh taologa qaytadida istig'for aytadi, Alloh taolo gunohini kechirib yuboradi. Na ulardan umidimizni uzib ham qo'ya olmaymiz, na mahkam yopishdan ola olmaymiz. Biz alhamdulillah unaqa kofirlardan qilmadi Alloh taolo subhanahu. Payg'ambarlardan ham qilmadi. Endi mana shu 3-toifa bo'lishiga harakat qilishimiz kerakki, inson ba'zida bilib, bilmasdan gunoh qilar ekan, lekin Robbisiga qaytishligi bilan Alloh taolo kechiruvchi ekanligini topar ekan. Qur'onda Alloh taoloning mana 99 ta ismi sifati zikr qilingan bo'lsa, Rahmonur Rohim, G'ofurur Rohim, oyatlarda oxirida zikr qilingan. Mana shu Alloh taoloning ism sifatlari Qur'onda eng ko'p zikr qilgani qaysi desak, G'ofurur Rohim degan sifatni topamiz ekan. 56 marta mana shu G'ofurur Rohim sifati zikr qilingan. Hech qaysi ism sifati bunchalik ko'p zikr qilingan emas. Jannatga hech kim amal kirib ketishga kifoya qilmaydi, magar Alloh taoloning rahmati bilan o'rab olgandagina kiramiz. Shuning uchun Parvardigorimizni G'ofurur Rohim ekanligini esdan chiqarmaylik va tavbada doimiy bo'laylik. Bugungi suhbatimizda biz Nuh alayhisolamning suhbatini gaplashamiz deb aytdik. Mana Idris alayhisalom Qobilning zurriyotini qirib tashladi. Yer yuzida faqat yaxshilar qoldi. Mana ba'zida shuna bir o'ylar kelib qoladi-da, agar yer yuzida yomon odamlar bo'lmasa nima bo'lardi ekan? Ertalab uyg'onsak hamma bir Allohdan qo'rqadigan taqvodor bo'lib qolsa, qanaqa hayot bo'lardi ekan degan bir xayollar keladi. Agar shuni bo'lib qo'yganda ham iblisga Alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha yashashlikka muhlat berdi. Ana shu yaxshi odamlarning ichidan yana yomonlarni chiqarib olgan ekan. Odam alayhisalomdan keyin Nuh alayhisalomgacha 1000 yil o'tgan.
Mana shu 1000 yil ichida odamlar shirk keltirmagan Allohga. Hamma tavhidda bo'lgan. Kanan nasu ummatan wahida dedi Alloh taolo. Odam o'ldirishlik bo'lgan. Boshqa mayda gunohlar bo'lgan, lekin Alloh taolo kechirmaydigan shirk gunohi bo'lgan emas. Shuning uchun Alloh taolo deyapti, Nuh alayhisalomgacha insonlarning hammasi bitta ummat, tavhid ummati bo'lgan. Nuh alayhisalomning qissasida insoniyat hayotiga shirk qanday kirib kelganligi haqida ma'lumotlar keladi. Mana Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi, astagfirullah, va qalu la tazarunna alihatakum va la tazarunna waddan va la suwa'an va la yaghus va ya'uq va nasra. Ya'ni o'zingizlarda olihlar bo'lgan Vud, Suva, Yag'us, Ya'uq va Nasrda hargiz qo'ymaylar dedi Nuh alayhisalom davridagi podshoh. Bu kishilar kimlar bo'lgan? Mana shu aytib ismatlayotgan Vud, Suva, Yag'us, Ya'uq va Nasr. Bu kishilar Nuh alayhisalomdan avval yashagan solih kishilar ismlari bo'lgan. Shirk qanday kirib kelgan insoniyat hayotiga? Shunga e'tibor beraylik. Bu ana shu ismi zikr qilingan 5 ta inson o'zini zamonasining zo'r allomalari, solih kishilari bo'lgan, odamlarni Alloh taologa targ'ib qilib da'vat qilgan. Va har bittasini o'zini da'vat qiladigan joyi bo'lgan. Ya'ni Vod degan odam mana ko'chani narigi boshida masala qilsa, da'vat qilsa, yana bittasi o'rnan boradi. Ular mana shu 5 kishi o'zini umrini yashab tugab o'tib ketganlaridan keyin iblis ana shu ular o'tib ketgandan keyin ana shu 5 kishini zamondoshlari bo'lgan kishilarga inson suratida keldida aytdiki, kelinglar. Bu odamlarni esdan chiqarmaylik. Bizni Allohga da'vat qilganlar. Ularda nomi esimizdan chiqib ketmasligi uchun ana shular o'tirib bizga pan nasihat qilgan joylarda o'shalarning nomi bilan atab qo'yaylik. Ya'ni palonchini toshi, palonchini daraxti, palonchini do'mi deb turib mana shu 5 ta odamning nomi bilan 5 ta joyda nomlab qo'yishdi. Bu jin mana shu avlod, mana shu 5 kishini tanigan avlod. Tirik paytida bu joylarga ibodat qilinmadi. Chunki ular ana shu 5 ta kishi haqida ilmi bor edi, kimligini bilishar edi, ibodat qilishmadi. Lekin ulardan keyingi kelgan avlod ilmdan, ma'lumotdan xabardor bo'lmay qolgandan keyin, ilmdan mahrum bo'lib qolgandan keyin iblis keldida, ana shu 5 kishining joylarida ular sayrlar qilishar edi. Eid bayramlarni o'tkazishar edi. O'shada o'tirgan paytlarida ana shu kishilar qilgan pannahlarni eslashib, ana shu joyda sayrgohlar paydo bo'ldi. Ya'ni birinchi avlod nima qilmadi? Ibodat qilmadi u joylarda. Endi keyingi avlod kelganda iblis aytdiki, bilasizlarmi, ota-bobolaringlar bu yerga nimaga to'planar edi? Ular mana shu joylarga sig'inardi. Deb turib, mana shu 5 ta kishining ismi ular uchun olihalarning nomiga aylanib qoldi. Bu e'tibor beradigan narsa shuki, iblis odamlarni buzishlikda tanlagan uslubini ko'ring. Sekin-sekinlik bilan buzyapti odamlar. O'zi odatda bu narsani qurishdan ko'ra buzish osonroq bo'ladi. Lekin iblis bu yerda buzishlikni ham sekin-sekinlik bilan qilyapti. Birinchi avlod bilan yaxshi muomala qilib turib, nomini aytib berish shu yerga dedi, rozi bo'lishdi. Keyingi avlodga kelganda sabr qilib turdi akalar. Keyingi avlod ilmdan bexabar bo'lgandan keyin ularni sig'inib turtashadi. Shuning uchun biz atrofimizdagi odamlarni Allohning diniga chaqirayotgan paytimizda, odamlarga dinni targ'ib qilayotgan paytimizda mana shu narsadan xulosa olaylik. Iblis sekin-sekinlik yo'l bilan buzibdi. Buzishlik hozir aytyapmiz, osonroq bo'ladi qurishlikdan. Endi qurishlikka harakat qilayotgan odamlar shoshilmasliklari kerak bo'ladi. Hammamiz bilgan ana shu mashinaning kun ishlari bo'ladi. Shunday emasmi? 8da uzunligi qancha bo'ladi ekan to'g'ri. 19 qancha bo'ladi? 36 ga nimaga shunaqa uzun bo'ladi? Nimaga bir ikkinchisidan qisqa bo'lyapti? Nimaga farqi bor bo'ladi? Chunki mana shu kulishlar tortadigan joyga rezbalarda quvvatiga qarab turib belgilangan. Iymonga endi kelib, namozga endi qilayotgan odamni 36 kulishdan tortib bo'lmaydi, chunki uni shpilkasini yechgan. Shunday emasmi? Sizga 19 kulish bo'lib qolgan bo'lsa, u endi 8 u. Bolaga nima deydi? Eng sodda uslubi tushuntirishlikda. Undan osonroq yo'lni bilmayman endi. Lekin men asli bo'lsinki, endi namozga kirib, rezbasi 6 bo'lgan odamni garni kulishidan tortib o'rayotgan odamlar yo'q emas ishimizda. Uzvoramiz akalar.
Iblis buzishlikda sekin-sekinlikni qo'llatdimi, tuzatishlikda sizlarimiz ham sekinlikni qo'llashingiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda keladi. Inna hada dinamatin fa'ul fihi birizq dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu din mustahkam, og'ir din. Sekinlik bilan kiringlar bunga deydi. Hadis akalar agar eshitmagan bo'lsak. Innal munbatta ma aldan qata'a va la dhahran abqa dedi hadis davomida. Otni tinimsiz shotirayotgan odam na manzilga yetib boradi, na ot tirik qoladi deydi. Maqsad ana shu otni meni manzilga yetib olishlik bo'ladigan bo'lsa, ot charchagan mahallda dam berish kerak. Uni sovutish kerak. Unga bir parvarishlik qilish kerak. Keyin safar davom etadi. Alloh taoloning og'ir bo'lgan, Alloh taoloning mustahkam bo'lgan bu dinida otni choptiradigan bo'lsak, uzoqqa bora olmay qolamiz. Bu dinning tabiati, bu dinning ruhi shunday ekan. Sekin-sekinlik. Demak, insoniyat Nuh alayhisalom davrigacha shirk keltirmagan. Mayda gunohlar bo'lgan, boshqa gunohlar, lekin shirk keltirmagan. Iblis insoniyatning ichiga mana shunday uslub bilan shirk olib kirib keldi. Yuqoridagi oyatda sharhi mana shu bo'ladi. Nuh alayhisalom davriga kelganda yer yuzida birorta muvahhid, Allohni bitta deydigan kishi qolmadi. Faqat Nuh alayhisalom tavhidda bo'lgan. Nuh alayhisalom ulul azm minar rusul, ana shu payg'ambarlar ichidagi eng ulug'lardan bittasi. 5 ta deyiladi ular. Nuh, Ibrohim, Musa, Iso va Muhammad alayhisolatu vassallam. Nuh alayhisalom insoniyatning ikkinchi otasi, ikkinchi odam deyiladi. Nuh ibn Lamid, ibn Mutashallih, ibn Idris. Ya'ni Idris alayhisalom Nuh alayhisalomning bobosini otasi bo'lyapti. Bu kishilar yuzlab yillar yashardilar. Nuh alayhisalom 1000 yildan ortiqroq umr ko'rgan deb rivoyat qilingan. Imom Buxoriy kelgan hadis Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Odam bilan Nuh orasida 10 asr o'tdi. Ya'ni Odam alayhisalom bilan vafoti bilan Nuh alayhisalomga payg'ambar bo'lib yuborguncha 1000 yil o'tdi va hammasi tavhidda bo'lgan. Mana shu 1000 yil ichida insoniyat hammasi islomda tavhidda edi. Nuh alayhisalom Allohning diniga odamlarni da'vat qilishlikda eng katta bir kuchni sarf qildi. Alloh taolo mana Nuh surasida marhamat qiladi. Astagfirullah. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Albatta biz Nuhni o'zini qavmiga ularga alamlantiruvchi azob kelib o'tishidan avval ogohlantirishni deb yubordi deydi. Yana bir Nuh alayhisalom qissasiga bir e'tibor beradigan joyimiz, boshqa tarixlar qissalarni inshaalloh o'qiymiz, Alloh xohlasa qissa. Ko'proq ulamolarning sharhi, hadislar bilan kelgan qissalar. Lekin Nuh alayhisalom haqida faqat Qur'onda oyatlarda kelgan. Ya'ni hadis aytishlikka hojat qolmayapti. Alloh taolo Nuh alayhisalomning qissasini, bu qissani bir ulug'ligidan Qur'onda juda ko'p o'rinda oyatlarda nozil qilgan bo'ldi. U kishi qavmini da'vat qildi. Ey qavmim, men sizlarga ochiq ogohlantiruvchiman. Alloh taologa ibodat qilinglar, undan taqvo qilinglar va itoat qilinglar. Sizlarning gunohlaringizni kechiradi va sizlarni ma'lum bir ajalga yaqin kechiktirib turadi. Albatta Alloh taolo ajali kelgan paytda hech kim uni qaytarishga qodir bo'lmaydi agar bilsanglar. 950 yil da'vat qildi Nuh alayhisalom o'zining qavmini. Kim 50 yil umr ko'rmay o'tib ketyapti? 950 yil. Ertayu kech bitidan ham shu da'vat qildi, yoppasidan da'vat qildi, pishirgan da'vat qildi, oshkora baqirgan da'vat qildi, lekin bularni Alloh taolo qalbini hidoyat qilmasa, 950 yil payg'ambar qo'shnisi bo'lib turib, la ilaha illalloh diyonatini o'lib ketgan insonlar bo'ldi. Mana Robbisiga qilgan shikoyatida Nuh alayhisalom aytadi: "Qala robbi inni da'awtu qawmi laylan va nahara, falam yazidhum du'ai illa firara." Parvardigorim, men qavmimni layla nahar, kunduzi ham kechasi ham da'vat qildim. Meni ularga bo'lgan da'vatim mendan faqat qochishligiga sabab bo'ldi. Qachonki men ularga da'vat qilgan paytimda barmoqlarini quloqlariga tiqib olishdi va ko'ylaklari bilan etaklaridan yuzlarini to'sishdi va kibr qilishdi. So'ngra men ularga oshkora da'vat qildim. So'ngra men ularga maxfiy da'vat qildim, sirriy da'vat qildim. Aytdimki, Robbilariga istig'for etdilar, albatta Alloh taolo tavbalarni qabul qiluvchi bo'lgan zot. Siz bilan bizga Alloh taolo la ilaha illalloh degan ne'matni shunday hadiya qilib berib qo'ydi. Kimimiz qo'shnimiz payg'ambar? Kimimiz payg'ambar zamonida yashayapmiz? Alloh taolo siz bilan bizga bergan eng katta ne'mati bu la ilaha illalloh degan ne'mat. Buni qadriga yeta olmayapmiz.
Faraz qiling 950 yil da'vat qilganda eng ko'pi 80 ta odam iymon keltirgan ekan. Eng ozg'i 10 ta odam iymon keltirgan ekan. 100 yilga bittadan to'g'ri keladi. Bu nima degani? Alloh xohlagan bandasiga iymon degan ne'matni berar ekan. Mana shu o'tirganiga Alloh taolo shu ne'matni beribdimi? Mana shu biz yurtimizda yashayotgan kalima go'ylarga iymon ne'matini beribdimi? Alloh taolo katta marhamati bo'ladi. Nuh alayhisalom qavmini da'vat qildi va bu da'vati faqat Allohga itoat qilsalar, oxiratda mukofotni olasizlar emas. Islom dinida aytilgan hukmlarga amal qilinadigan bo'lsa, uni samarasi shu dunyo hayotida ham beriladi. Mana quyidagi oyat bunga yaqqol hujjat bo'ladi. Faqultu astaghfiru robbakum innahu kana ghaffara. Men qavmimga aytdim, sizlar Robbinglardan gunohlarni kechirishini so'ranglar, Alloh gunohni kechirishi bo'lgan zot. Istig'for aytganda Alloh taolo 5 ta narsani va'da qiladi. Diqqat qilaylik. Ya'ni biz aytgan subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deyotganimizga oxiratda olamiz ajrni. Lekin dunyoviy hayotimizda ham qandaydir bir foydasi bormi degan savol bo'lsa, quloq solib turaylik. Yursilis samaa alaykum midrara va yumdidkum bi amwalin va banin va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Sizlar istig'for aytsanglar deydi Nuh alayhisalom. E'tibor beraylik. Mana shu tijoratimizga, bog'rog'imizga, bola-chaqamizga, mol-dunyomizga qanaqa ta'siri bor buni? Agar biz Qur'onda har bitta oyatini haqida qabul qilganmiz, iymon keltirganmiz bunga. Agar shu da'voimiz rost bo'lsa, qalbimizda shak bo'lmasin, quloq solib turaylik. Istig'for aytgan bandasiga Alloh taolo istig'for aytsalar, ustinglarga yomg'irli bulutni jo'nataman deydi. Va sizlarni mol dunyo bilan, bola-chaqa bilan quvvatlantiraman. Va sizlarni anhorlaringizda to'ldirib suv bilan oqizaman, bog'roqlar beraman dedi. E'tibor bering, yomg'ir yog'sa yurtingizda, bola-chaqa pul bo'lsa, bog'roq zo'r bo'lsa, daryoda to'lib suv oqsa, nima kerak yana? Nima kerak bitta insonga? Insonni so'ragan narsa shu, bolam chaqanda yuribmizmi? Bu berilgan 5 ta ne'matning ikkitasi orada o'tib ketyapti. Biz shu narsani qo'llab yurib, ibodat qilib, kechani kunga ulab, ibodat qilib, mehnat qilib tijoratda. Lekin istig'forni qo'yib qo'yapmiz bir chekkaga. Biz 10 soat ishlamasdan 8 soat ishlab turib, yarim soat astag'firulloh deb qo'yaylik, Alloh taolo berib qo'yadi bu yerga. Agar bas bu naql bilan gaplashishga gap ketadigan bo'lsa. Hadislarda keladi, kim istig'forni o'ziga lozim tutsa deydi Alloh taolo. Alloh deydi, torlikdan kenglikka chiqaradi va mushkulni oson qiladi va kutmagan joyda rizqini berib qo'yadi deydi. Bizning e'tiqodimiz qani buning ustida? Istig'forda tinimsizlar yurish, istig'for nima? Astag'firulloh va atubu ilayh. Astag'firulloh qiyin emas. Qiyin emas. Biz 100 marta astag'firulloh deb qo'ygandan keyin 2 soatdan keyin turamiz mashinamizda. To'g'rimi? Chunki o'shaga chiqqanimizda bizga non bor. Bu kalimani aytib o'tirsa bizga non yo'q. Biz kalimani aytib qo'yib, qo'limizni sal qimlatib qo'yib, Alloh taolo beraveradi. Lekin men afsus bo'lsinki, biz mana shu moddiy tarbiya ostida bir taslanib qolganligimiz uchun seva bilan aloqamiz uzilib qolgan. Sizlar istig'for aytinglar, Alloh sizlarga ustinglarga yomg'ir beradi. Sizlarni mol dunyo bilan, bola-chaqa bilan quvvatlantiradi. Sizlarga bog'roqlarni beradi va sizlarga anhorlarni beradi. Demak, ekin-tikini borada nima qilish kerak ekan? Istig'for etish kerak ekan. Bolam chaqam deyotgan odam nima qilish kerak ekan? Istig'for etish kerak ekan. Shunaqani o'ng quloq, so'ng quloq eshitib olaylik, yozib olaylik. O'zimizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana avvaliy oxirgi gunohlarni kechirgan kishi kuniga 100 martadan 70 martadan istig'for etgan bir o'tirganda. U gunohlarni kechirgan kishi. Ha bizga Alloh taolo gunohini kechirishligidan tashqari 5 ta narsa beraman demayaptimi? Kelinglar istig'for etaylik. Bir array kamroq qilib. O'sha vaqtlarda Nuh alayhisolamning davrida bir kofir podshoh yashagan. U kofir podshoh Nuh alayhisalom bilan hech kimni gaplashmaslikka targ'ib qilgan edi. Alloh taologa shikoyat qildi Nuh alayhisalom. Qala Nuhu robbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu va waladuhu illa khasara va makaru makran kubra. Parvardigoro, ular menga osiy bo'ldi qavmim va ularning mol dunyosini, bola-chaqasini ziyoda qilmaydiganga itoat qilishdi va menga qarshi makr hiyla qilishdi. Makaru va makaralloh vallohu khayrul makirin. Ular ham makr qildi deydi Alloh taolo. Biz ham makr qildik deydi. Makrdan yaxsini Alloh qiladi deydi.
innahum yakiduna kayda wa akidu kayda famahilil kafirina amhilhum ruwayda. Ana shu kofir podshoh o'zining qavmiga hukm chiqardi. La tazarunna va la tazarunna alihatakum va la tazarunna waddan va la su'a. Ana shu 5 ta olihlarni qo'ymanglar, Nuhga quloq solmanglar, sizlar ana shu butlarga ibodat qilaveringlar. Podshoh tomonidan shirkka buyurildi. Nuh alayhisolamning iymon keltirgan ana shu 10 ta yoki 80 ta kishini mu'zomi aksariyati kambag'al, bechora, notavon kishilar edi. Ya'ni odatda payg'ambarlarga kimlar iymon keltirgan? Qonni qulsog'ati odamlarga u xudo kerak bo'lmaganda nazarida. Chunki hamma nima qilyapti? Puli bilan hal qilyapti, tanish-bilishi bilan, amali bilan hal qilayotgan bo'ladi. Odatda Allohga muhtojligi bor odamlar iymon keltirgan ekan. Nuh alayhisolamga ham aksariyat iymon keltirganlar kambag'al bechoralar bo'ladi. Shunda ajoyib bir shart qo'yadi bu podshoh. Aytadiki, "Mana biz senga da'vat qilishga ruxsat ham beramiz. Sen bilan gaplashib o'tirarmiz, ehtimol senga iymon ham keltirarmiz. Faqat bitta shartimiz bor. Ana shu atrofingdagi kambag'al, qalang'i, xasangi kishilarni nari qilasan. Ular xor, biz azizmiz. Ular past, biz balandmiz" deb ularni Nuh alayhisolamning oldidan haydashlikka taklif qildi. Ya'ni dunyoda hamma o'zini boshqadan ustun deb biladi. Shunday emasmi? Hammamiz ichimizda shayton bormi? Men sendan bo'yim uzun deymiz ekanmiz. Men sendan pulim ko'p deymiz. Men sendan kuchliman, men sendan chiroyliman deymiz. Albatta qaysi narsamiz bilan boshqalardan o'zimizni nima qilamiz? Ustun deb bilamiz. Lekin insonda azizligi bu dunyo matosi bilan, qanday shakl bilan belgilanmaydi. Alloh taolo nima dedi Qur'onda? Inna akramakum indallohi atqakum. Allohning huzurida sizlarning hurmati balandrog'inglar bu Allohdan ko'proq qo'rqqan taqvodorlaringlar dedi. Bu dunyoda hamma o'ziga bergan bahosi baland. Hech kim o'ziga past baho bermaydi. Albatta u yaxshi boshqalardan. Endi u narxni Alloh taolo belgilasin ekan. Insonning narxi nima bilan belgilanyapti? Bizda ham shu o'lchov ishladimi? Biz o'zimizdan jini pul kamroq odamni ko'rsak, men sevaroq ko'rishamiz. Bizdan mengaroq kiyinib kelgan odamni ko'rsak, ularga hurmatini joyiga qo'ymaymiz. Qo'yinchi ana shu tashqi ko'rinishga qarab turib biz baho beramiz insonlarga. Bu ana shu yuzaki baho berishlik. Alloh saqlasin. Hala kimi narxi nechta pulligini Alloh subhanahu va taolo oldiga borganda taroziga qo'yganda o'lchanar ekan. Ungacha hamma o'ziga baho beraveradi. Eslanglar, Alloh bitta maxluq o'ziga baho beruvdi. Nima bo'ldi oxiri? Kim edi u? Shaytonmidi? Ana xoyrun minhu. Men undan yaxshiman deb nima bo'ldi? Seni undan yaxshiligini Alloh aytsin. Shunday emasmi? O'sha uchun biz azizligimizni, bizni aziz emasligimizni Alloh taologa o'lchovga solib bilamiz ekan o'zimizni. Astagfirullah. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithluna wa ma naraka ittabaka illa alladhina hum aradinuna badiya ar-ra'i wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin. Ana shu o'zini qavmini malolari. Malo degani bu bizni tilga o'rganda o'zini qavmini katakonlari degani. O'zini qavmi shu nuqta qavmidan bo'lgan malolar, kofir bo'lgan malolar. Aytishdiki, sizlarda biz ustimizda hech qanaqa bir oshcha joylar yo'qligini ko'ryapmiz. Ey Nuh, sen bizga o'xshagan bitta odamsan va senga ergashganlar ham ichimizdagi eng past, razil bo'lgan, hech qanday bir ovozga ega bo'lmagan kishilar ekan. Seni balki yolg'onchi deb gumon qilamiz biz deydi. Nuh alayhisolamga javob berdi. Ey qavm, agar Alloh taolo menga o'zini hujjati bilan, risolati bilan menga payg'ambarlik degan ne'matini bergan bo'lsa va sizlarga bu narsa ko'rsatilmagan bo'lsa va men sizlarni xohlamayotgan iymonga majbur qila olamanmi? Bu degani hidoyat Allohning qo'lida ekan. U payg'ambar mingta mo'jiza ko'rsatganda ham Alloh bermasa hech kim iymon keltira olmas ekan. Bo'lmasa 950 yil qo'shnisi payg'ambar bo'ladi, bitta kalimani ayta olmaydimi? Kalima aytish xususida Abu Jahlga, Abu Lahabga mana oyat nozil bo'ldi. Astagfirullah, tabbat yada abi lahabin va tabba. Abu Lahabga qo'li sinsin, qurisin va sura oxirigacha. Mana Muhammadni yolg'onchi qilishlikka bizga imkon bo'ldi kofir Makka mushriklari.
Abu Lahabga kelib aytishdiki, sen hech qachon iymon keltirmaysan ekan. Kel, Muhammad yolg'onchi qilamiz. Ana shu aytgan kalimasini qaytarib qo'y, Muhammad yolg'onchi bo'ladi dedi. Har kim urinmasin, ana shu la ilaha illalloh degan kalima kelmadi tiliga. Uni kim beradi? Bizga osonlik bilan tilimizdan chiqarib olgan kim? Bizni ish qo'ydi bu kalimani aytish uchun. Alloh taolo bizga hadiya qildi. Biz Muhammad alayhisolamga ummat qilaveradi, qadrga yetishimiz kerak bu narsa. Ey qavm, men sizlardan bu qilayotgan ishim uchun ajr so'ramayman. Meni ishim ajri Robbil alaminning zimmasida. Va menga iymon keltirgan kishilarni o'zimdan nar qilib haydamayman ham. Albatta ular Parvardigorga yo'l qo'yishdir. Lekin men sizlarni johil qavm ekanligingizni ko'ryapman. Ey qavm, agar men ularni o'zimdan nar qilsam, Allohdan bir musibat kelsa, kim mendan u narsadan saqlab qoladi? Axir eslatma olmaysizlarmi? Va men aytmayman dedi Nuh alayhisalom, meni qo'limda osmon yerda xazinalar, Allohning xazinalari bor va g'aybni bilaman deb aytmayman. Men farishta ham emasman. Va sizlar pastga urib to'g'ritmayotgan insonlarni, men o'zimdan nar qilayotgan kishilarni Alloh taolo o'zining yaxshiligidan mahrum qiladi deb ayta olmayman. Shu xivordan keyin qavm aytdiki, qalu ya Nuh qad jadaltana fa'istarta jidalana. Ey Nuh, ko'paytirib yording talash tortishlik. Fa'tina bima ta'iduna in kuntum minas sodiqin. Agar rost payg'ambar bo'lsang, rost bizga bir azob kelishidan bizni qo'rqitayotgan bo'lsang, keltir shu baloyini. Allohning payg'ambariga ochiq nima bo'ldi bu? Chaqiruv bo'ldi, izib bo'ldi bu. Qala innama ya'tikum bihillah in sha'a wa ma antum bimu'jizin. Alloh xohlasa yuboradi bu baloni va sizlar unasan to'xtatib qola olmaysizlar. Mana shu xivordan keyin iymon keltirayotganlarning soni to'xtab qoldi. Ana shu 10 ta deyilyapti yoki 80 ta deyilyapti, birorta odam iymon keltirmay qo'ydi. Bir o'tgan avlod keyingi kelayotgan avlodi burungisidan fujurda, fisqda qattiqroq bo'lardi. Burungisidan rasvoroq kelaverdi. Shunda Alloh subhanahu va taolo tomonidan Nuh alayhisalomga to'xtang degan buyruq keldi. Zaifligidan, kuchi yetmay qolganidan, chidamay qolganidan da'vatni to'xtatib qo'ygani yo'q Nuh alayhisalom. Balki Alloh taolo tomonidan vahiy bilan to'xtatildi. Astagfirullah va uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Hud surasi. Va Nuhga vahiy qilindi. Albatta sizni qavmingizdan bugungacha iymon keltirganlardan boshqa hech kim iymon keltirmaydi va ular qilayotgan ishdan noumid bo'lmaydi. Allohga hamd sano bo'lsin. Ana shu oyat tushgan vaqtda kofir bo'lib yashaganlardan qilib qo'ymadi biz Alloh. Chunki o'sha davrgacha iymon keltirib qolgan iymon keltirdi, qolganini Alloh taolo pishdi deyapti. Hech kim iymon keltirmaydi. Da'vatni to'xtatavering dedi Alloh taolo. 950 yil da'vat qilib 10 ta odam iymon keltiryapti. Ko'zimizni katta ochaylik. Bizga Alloh katta narsani bergan. Nuh alayhisalom da'vatni to'xtatdi. Qavmi duoibat qildi. Kazzabat qablahum qawmu Nuh fakazzabu abdana va qala majnun va zujr fada'a robbahu anni maghlubun fantasir. Ulardan ilgari Nuh qavmi bizni bandamizni yolg'onchiga chiqardi va aytdiki, majnun deyishdi. Shunda Nuh alayhisalom duoibat qildi. Parvardigoro, albatta men mag'lub bo'ldim, o'zing yordam ber. Har bitta payg'ambarga ijobat bo'lishi aniq bo'lgan bittadan duo berilgan ekan. Nuh alayhisalom ana shu duosini mana shu joyda qildi. Men mag'lub bo'ldim, o'zing yordam ber. Endi yer yuzida musulmon bo'lmagan biror odamning tirik qolishi mumkin emas. Chunki Alloh taoloning va'dasi bo'lyapti bu yerda. Nuh alayhisalom mana shu Nuh surasida Alloh taologa iltijo qiladi. Nuh aytdi, Parvardigori, albatta ular menga osiy bo'lishdi va ularning moli dunyo bola chaqasini ziyoda qilib millionga itoat qilishdi va makr qilishdi. Va ana shu olxalarlarda Vod, Suva, Yag'us, Ya'uq va Nasrlarni qo'ymaylar deyishdi. Va juda ko'p kishilarni adashtirishdi. Ana shu qilgan xatolar tufayli cho'ktirildilar va jahannamga ravona bo'ldilar. Qala Nuh robbi la tadar ala al-ardi min al-kafirin dayyara.
Alloh taolaga nido qildi, Parvardigor yer yuzida kofirlardan birortasini qo'ymagin. Xo'p, endi hech kim iymon keltirmaydi. Nuh alayhisalom nimaga duo qilyapti? Ana shu iymon keltirgan ozgina toifani ham ular adashtirishmasligi uchun Alloh taolo ularni halol qilishligini so'radi. Alloh taolo mana shu duosidan keyin Nuh alayhisalomga kema qurishlikni buyurdi. Va wahayna ilayhi an isna'il fulka bi a'yunina va wahyina. Biz Nuhga vahiy qildik. Fulk yasang, fulk mana shu katta kema bizni vahiyimiz bilan, bizni ko'rsatmamiz bilan. Akalar Nuh alayhisalom birodar bo'lgan emas ekan. U qanday kemani quryapti? Alloh taolo aytayapti, men o'zim o'rgatib ko'raman sizga qanaqa qilib kema qurishni deyapti. Jabroil alayhisalom kelib, bu yerni bunday aralang, bu yerni bunday mixlang, bu yerni bunday randilang deb Jabroil alayhisalom kelib o'rgatib turdi. Kemani uzunligi 1 kilometrdan uzunroq deyiladi akalar rivoyatlarda. Hozirgi kunda 1 kilometrlik kema faqat temirdan bo'lishi mumkin. Hatto hozirgi kundagi shunaqa bir texnologiya rivojlangan davrda ham yog'ochdan 1 kilometrlik kemani bilmadim endi yasash mumkinmikan. Lekin o'sha davrda turobgorlikdan xabari bo'lmagan Nuh alayhisalom 1 kilometrlik kemani yasadi yog'ochdan. Sabab Alloh taolo o'zi o'rgatib turibdi. Demak Alloh taolo o'rgatsa, bilmagan odam ham biluvchi bo'lar ekan. Rivoyatlarga ko'ra Nuh alayhisalom kemani 100 yilda qurib tugatdi. Tog'da oldida yashaganligi uchun daraxt ko'p bo'lmagan. Daraxtda ekkan ekan, bu yoqdan chiqguncha daraxt pishib yetilgan, kesib olib kelib qo'shib ishlatavergan. 100 yilda qurdi kemani. Qani kema qurish 100 yil vaqt ketyapti. Biz o'zi 50-60 yil umrimizda dunyoda obod qo'raman deb tipirchilyapmiz. Bu devorimizning rangini zamonga qarab, mo'lga qarab yiliga 2 martadan bo'yayapmiz. Kemani tog'da ustiga qurdi. Nuh alayhisalom. Astagfirullah, wasna'il fulka bi a'yunina va wahyina va la tukhatibna fil ladina zalamu innahum muraqun. Bizni vahyimiz bilan, bizni ko'rsatmamiz bilan kemani quring va zolim bo'lgan kimsalar haqida menga xitob qilmang, albatta ular cho'ktiriladilar dedi Alloh taolo. Hukm chiqdi. Ya'ni Alloh taolo aytayapti, ey Nuh, ular haqiga duo ham qilmang, ularga istig'for ham aytmang, tamom, ular endi halok bo'ldi. Nuh alayhisalom mana aytdik, da'vatni qo'ydida, endi nimani boshladi? Ya'ni umrining bir qismida Alloh taolo bitta buyrug'i bo'ldi. Qavmingizni da'vat qiling dedi. Shu da'vatda 950 yil turdi. Endi to'xtating, kema yasang dedi, da'vat shuni to'xtatdi, nimaga o'tdi? Hadislarda keladi, Nuh qavmi kelib Nuh alayhisalomni masxara qildi. Ya Nuh, surtana jaran ba'dan kunta nabiyya. Ey Nuh, payg'ambar bo'lganingdan keyin endi durab qoldingmi? Ya'ni seni jinniligingga ishonmasdik, endi jinniligingga ishondik. Chunki kemani tog' ustiga qurasanmi? Astagfirullah va yasna'ul fulka va kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru minhu. Kemani yasar ekan Nuh alayhisalom. Har safar ana shu qavmini ma'nolar o'tgan paytda uni masxara qilishdi. Nuh alayhisalom aytdi: "Qala in tasxaru minna fa inna nasxaru minkum." Bugun sizlar kulyapsizlarmi? Biz ham sizlar ustilardan kulamiz ertaga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana sahih hadislarda keladi, Ibn Abbosdan rivoyat qilingan kemani sifat haqida. Subhanalloh, shu kema bor ekan hozirgi kunda. Quloqimiz katta ochildi, shu kema bor hozir. Chunki Fir'avnning jasadi turibdi muzeyda. Wala qad taraknaha ayatan fa hal min mudakkir deyapti Alloh. Men ana shu kemani mo'jiza qilib, oyat qilib qoldirib qo'ydim. Fikr yutadigan bormi deyapti Alloh taolo. E'tibor beringlar. Fir'avn cho'kkan mahallada u bilan birga qancha armiyasi cho'kdi, qancha temir ot yog'och aravasi cho'kdi. Nimaga hammasi chirib yo'q bo'lib ketdi shuncha ming yil ichida? Nimaga Nuhmani Fir'avnning jasadi qoldi? Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan Alloh taolo. Bugun dedi, iymon keltirdi Fir'avn. Islomga ishladi.